Salom qishloq, qalaysan? Ha, yaxshi. O'zing qalaysan? Sho'xoplay? Ha, men yaxshi. Unda men ketdim. Hop, hop. Tak. Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan men Sho'xoplay. Bugungi kitobimizga xush kelibsizlar. Tak, e'tibor beringlar, shamollaganman, to'g'ri. Tak, Sho'xoplay sizlar bilan. Tak, bugun men shaharga ko'chib keldim. 13-qishloqqa keldim. To'g'ri, kanalimizga o'xshab o'zgartirish kiritildi. Ya'ni tak, shaharga ko'chib keldim. Ya'ni ota-onam uyiga. Bitta ota-onam yo'q ekan. Ya, qishloqqa nega meni uyimga kelding? Prosta aylanib keldim-da. Mayli, mayli. Da oshxonaga kir, ovqatlantiraman. Ovqat yeysan. Tak. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Unda sizlarga ko'rsatib o'tsam. Tak, birinchi xonamdan boshlayman. Bet mening xonam. Mana narsalarim bor. Tak, mana kravatim ikkitalik va televizorim bor va mana bunday shkafcha bor va kitoblar. Va bitta o'tiraman, zeriksam, o'tirib qo'yam, o'tiraman. Ish qilib dam olaman shunda. Mening ish qilib shu mening xonam. Va keyin, sizlarga oshxonani ko'rsataman. Oshxona mana bu. Mana bunda pishirgich, muzlatgich, ovqatlarim ham bor. Tak. Unda sizlarni qishloqlar bilan tanishtirib chiqaman bolalar. Tak. Tak. Hoppa. Yommayo, salom qishloqi. Qalaysan, sho'xa? Yaxshimisan? Ha, yaxshi, to'xtab tur. To'xtab tur. Ha, nima deysan? Tak. Obunachilarga salom aytib qo'y. Salom. Men bunda golem bu robotmi bu hech qilib bilmadim. Shiklat meni uyi ota-onamning uyim shu. Lekin afsuski ular 1 yilga Amerikaga ketishgan ekan. Mana bitta qishloqda yuguryapti. Mayli, nima bo'lsa ham mayli. Yugurishsa. Tak. Afsuski shu shamollab qolganim bo'lmayapti-da. Tak. Tak. Pasaytirib qo'yamiz-a. Tak. Bitta ko'rsatib telefonim bo'lay. Mana olamiz va sizlarga hozir tak. Mana shunaqa telefonim. Mayli. Buni joyga qo'yib qo'yamiz. Tak. Chiqarmada va aytgancha sizlarga tepani ko'rsatmabman. Bu tepani uncha tushunmadim. Bu nima bu? Malikini bilmadim bu. Mana shu yerda qo'yib qo'yaveraman. Lekin betga kirsam ikkita kravat bor ekan. Bularni buni betga qo'ymaymiz. Buni mana shunday chetga qo'yib qo'ysak zo'r bo'ladi. Tak. Valla men qarnim ochdi menimcha. Davay ovqat qilib yeyman. Tak. Hoppa. Tak. Muzlatgichni ochaman va mayli bitta tovuq. Bitta tovuq qilib yeyman bolalar. Nimadir bo'lyapti. Tak. Buni qo'yamiz va pishirib boshladik va mana bu narsamizni olamiz. Bir zaman 1-2 daqiqa kutish kerak. Tak. Tak. Hoppa. Hammasi ketadi. Chalak. Qurbonimiz oppoq, pisharasi oppoq. Şimdi ham taxlab qo'yaman. Tak, hop.
Davay tez pishsa bo'lar edi bu. O'ylantiramiz. Ha mana. Mayli u pishib turguncha men nima qilmoqchi edim? Ha, narsalarimni olaman. Tak, nima. Короче, nimaga kirdim o'zim etga? Просто ichim qisilyapti-da, bo'ldi. Tak. Bu ham pishsa bo'lar edi. Menimcha bu kerakmaydi deb o'ylayman. Tak. Davay, bo'l. Joyiga qo'yib qo'ymadi, pishmay qoldi menimcha. Afsus, shunchalar pishirganim. Tak. Bolalar qorni boshi ochib ketdi, lekin bu netgani yo'q, pishgani yo'q. Tak, davay, pish. O'chib qoldimi bu? Afsus, cho'miri tugab qoldi. Bitta olaman va yoqish kerak. Ana. Yondi. Afsus, qiyinroqda. Tak. Bu pishib turaveradi mayli. Voy, pishib qolsa. Hop, ana, elattirib olamiz. Va pishishini kutamiz. Hop. Apay, yotaman. Bu qanaqadir bayroq o'xshaydi. Ha, mayli. Sizlarga ko'rsatib kiraman shahrimni. Mana. Hali buncha yaxshi bilmayman botlarni. Bu menimcha. Uchsa bo'lar ekan biladi. Tak. Shaharimni ko'rsatadigan bo'lsam, mana shu. Mana. Mayli hozir ko'rsatib o'tirmayman. Ba'zi qizig'i yo'q, bolalar. Tak, ha. Hoppa, ochamiz. Yapamiz. Menimcha tovuqim ham pishgan bo'lsa kerak. Da pishibdi mana. Endi buni o'tirib yeyman. Bolalar. Wow. Bolalar, yomon juda ham shirin chiqibdi bolalar. Tak. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar bolalar. Qo'shdim katta ekan. Qo'shdim bugun meni uyga kelaman degandi. Katta edi u. Qo'shdi yo'q menimcha bu yerda. Qo'shib qayerga ketdi ekan, ha? Sizlar bu yerga nimaga yig'ildinglar? Yoki otishib olmaymi? Otishib borsangiz zo'r bo'lar edi. Mayli, otishib boraman. Mayli. Bak bo'lyapti menimcha. Mana bemalol chiqaveringlar. Mayli, tak. Tak bolalar, videoni ma'nosi ham qolmadi, chunki men shaharga kelib sizlarni bu yerga ko'rsatish uchun video yoqqandim bolalar. Unda tak. Hoppa. Unda sizlar bilan men bolalar shoqa play bo'ldim. Kanalimga obuna bo'lib, like bosishdan chiqmasin. Hammaga